O'tgan safargi testosteron haqidagi videomizni kommentariyalarga javob beramiz. Ravshanov Musabek faqat steroid zararli deb yozibdilar. Organizm o'zi ishlab chiqarilmagan va tashqaridan tekshirilmasdan turib kiritilgan har qanday gormon preparati zararli hisoblanadi. Z Habib Nizamov yozibdilar. Qaysi protein yoki geynerni tavsiya qilasiz? Agar qutisida progormoni, test, booster, anabolik degan so'zlar bo'ladigan bo'lsa, biz uni tavsiya qilmaymiz. Tarkibida gormon qo'shimchalari bo'lishi mumkin. Hanjarov MD yozibdilar. Odamlar gormon olsam o'zim muskulli bo'lib qolaman deb o'ylamasin deb jon kuydirib yozibdilar. Rostdan bizda shunaqa gormonni o'z boshimchalik bilan qabul qiladi, meni muskullarim o'sadi deb o'ylashadi. Bu juda noto'g'ri narsa. Qudratov O'tkir yozibdilar. Posli kursovoy terapiya qilsa nima bo'ladi? Gormonlar o'ziga qaytadimi? Nazorat ostida qilinsa va dozalar agar siz uchun to'g'ri individual tanlab berilsa, bu jarayonni nazorat qilsa bo'ladi. Yorqin Somatoterapiyni ham zarari yo'q gormon deyshadi, shuni ham aytib o'tsangiz debdilar. Somatoterapiyni bizni bemorlarni davolash uchun buyurish uchun bir qancha tekshiruvlardan o'tkazib, keyin nazoratda uni ushlab turishga va bemorlarga tavsiya qilishga harakat qilamiz. Chunki juda yomon oqibatlarga olib keladi. Organizmda o'zi normadan ortiqcha ishlab chiqariladigan somatoterapiya akromegaliyaga olib keladi. Ortiqcha kiradigan somatoterapiyaning hisobiga lab, burun, til, quloq, iyak, dahanlarni o'sib ketish holatlari kuzatiladi. Va shu asnoda ichki a'zolar ham, yurak, buyrak, jigar ham o'z navbatida kattalashib ketadi.